O'zim yoqtirmagan joyda ishdan bo'shashim kerakmi yoki qolishim kerakmi? Eng yomoni ikkala qaror o'rtasida arosatda qolib ketish. Qayerda bo'lsang shu yerda bo'l. Ya'ni agar sen bu ishxonada ishlayapsanmi, bo'ldi. Bu ishxonani haqlari, huquqlari rivoji yo'lida ishlashing kerak. Chunki shunga yarasha maosh olasan. Lekin bu ishxonada o'tirib, ishlayotgandek bo'lib, boshqa bir platformalarda ish qidirish qanchalik o'zingga nisbatan adolatli yoki ish beruvchiga nisbatan adolatli bu haqida bir o'ylab ko'rish kerak. Aslida arosatdagi yo'l eng yomon yo'l deganimiz sababi ham shu. Hech kimga foydasi yo'q. Na korxonaga, u ishchini, na o'ziga, na topayotgan maoshidan barakasiga. Uchala tarafdan ham yutqazyapti u ishni. Shuning uchun agar ikkilanayotgan bo'lsangiz, agar yoqmayotgan bo'lsa bir ish, ya'ni yengil bo'lsangiz, kamida 2 oy adaptatsiya moslashuv ketadi. Ha, meni jamoam, men ishlayman, men yonaman. Agar siz korxonangizda o'sishni, perspektivani, zo'r bitta kelajak ko'rmayotgan bo'lsangiz, bo'ldi, ketishni tanladingizmi? Ketish kerak.